Assalomu alaykum hurmatli haydorlarimiz va obunachilarimiz va Behruz o'z obunachilari. Mana bugun men o'zim yana bitta YouTube videomni olishga boshladim. Bu mashina qanaqa mashina bo'ladi? Bu mashina o'zimizda pul toparmon Jack X8 gruzovoylar bo'yicha chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar va podpiska bosish esdan chiqmasin. Like, kommentariy bosish ham esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha podpiska qilib turinglar. Men sizlarga qo'limdan kelgancha yaxshi, tiniq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Va undan tashqari bu mashinalarimiz hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Bir chiroyli qilib niyat qilib qo'yinglar. Men xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib bu mashinamizni qanday xarid qilsanglar bo'ladi va nima bonuslari bor, hammasini aytib o'taman. Undan tashqari bu mashinamizga ko'rib turibsizlar, hali hech kimga berilmagan narsalar chexol qo'shib berilyapti. Va undan tashqari yangi tegiga polik qo'shib berilyapti. Hurmatli xaridorlarimiz, bu narsani zavod emas, bizning Toshkent Motors kompaniya tomonidan berilyapti. Lekin bularimiz o'zimizning Samarqandda UzAvto Trailer tomonidan ishlab chiqarilyapti. Jack X200 avtomobillarimiz. Narxini ham aytib o'tib ketaman, qaranglar. Promoy zavod narxi 275 million 520 ming so'm. 275 million 520 ming so'm, so'mda 248 million 640 ming so'm. Bu bartovoyimiz. Buni tentovkaligi ham bor. Raskala dushkali 255 million 360 ming so'm. Hozir men bularni sizlarga chiroyli obzorlarni qilib beraman. Undan tashqari buni naqd ili cheres avtokredit qilib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Avtokredit qilmoqchi bo'lsanglar, bartovoyimiz hozir hisoblaganimda gidetda 5 yil 4 yilga olaman deydigan bo'lsanglar, 75 million 74 million bilan chiqartirib beraman. Eng zo'ri o'zimning shaxsiy nomerim 90 069 20 20 ni yoki 90 988 71 00 qo'yaman. O'shanga aloqaga chiqsanglar, shu kunning ma'lumotini to'liq qilib beraman. Chiroyli turibdi. Hammaga yaxshilik nasib qilsin. Xo'p, bu furgonligimiz ko'rib turibsizlar, bu Alkifondan ishlangan. Bu mashinamiz 2 atmosferli motor, Toyota bilan samlisda ishlangan. Metan propan bemalol tushadi. Balonlarimiz oldi 15 bo'ladi, orqa qo'sh balon 13 bo'ladi. Furgonimizni bitta ko'rsatib chiqay sizlarga. Motor ot kuchlari bir xil, 147 ot kuchiga ega. Hozir buni kalti yo'qligi uchun men narigini ko'rsataman. Faqat bitta mana alkifonlikni ko'ringlar dedim. Chunki meva-cheva tashashga firmalarga bemalol tavsiya qilaman. Ko'rib turibsizlar. Tegiga bitta rezink tashib yuborsanglar bo'ldi, mana. Hali eshigini niqasini ham ko'rsanglar bo'ladi. 3 talab rezinkalar qo'yilgan. Chunki sovuq bo'lgan payt sovuq ushlab berish uchun. Orqa tomondan ham bitta ko'rsatdik sizlarga. Bu mashinani nimaga ko'rsatyaptim? O'zi bilsanglar, men unaqa ko'p mashinani ko'rsatganim yo'q hali. Aslamnoy o'zim ishongan joylari, hali olgan odam og'rinmasdan bemalol ishlatayotgan odamlarni mashinalarini sizlarga obzor qilib beryaptim. Ko'pchilik Jack M3 qilib berardim. Jack Sunray qilyotgandim. Hozir mana gruzovoy Jack X8'larimizni chiroyli obzorlarni qilib beryaptim. Bakoylarimizda abagorefli ham bor. Undan buyog'i bilasizlar, qish yomg'ir paytida juda sizlarga kerak bo'ladi. Oyatganimda oldi 15, prujinovoy bo'ladi, juda yumshoq. Orqa qo'sh balon bo'ladi, ko'rib turganingizdek 13 bo'ladi. Xo'p, bu mashinamiz atmosferli motor bo'lgani uchun boshqa mashinalarga qaraganda rasxoti kam. Ya'ni misol uchun dizelda emas, men ko'p firmalar bilan ishlayaptim hozir. Kia Bongo olgan mijozlarim aytishyapti. Endi men Kia Bongoni yomon demayman. Sararkada bo'lgani uchun unga propan o'rnatishibdi. Propan o'rnatganiga rasxot juda ko'p ekan. Undan tashqari orada bir nimasidir buzilib qolganda 300-400 dollar bilan hal bo'lyapti ekan, xabaringiz bo'lsin. Bu o'zimizda jaydar atmosferli motor, ko'rib turibsizlar, oldi ham juda keng. Bemalol, misol uchun, govdali odamlar chiqib masaqa minsa bo'ladi. Konditsioner pechkalar bor, boyatganda bakoyda abagorefli ham bor. 147 ot kuchiga ega rullarimiz gidravlika kuchaytirilgan rul bo'ladi. Undan tashqari korobkasi ham bor, zo'r buni. Boshqalarnikiga o'xshab taq g'art tushmaydi. Ko'p endi gruzovoy mingan akalar biladi bu narsani. Yurishlari juda yumshoq. Oldiga 2 kishi o'tkazsangiz bo'ladi. Ya'ni shoför bitta, yana bitta odam ketadi. 3 kishiga ruxsat yo'q. Xohlasanglar ko'tarib 3 kishi qishloq sharoitida o'tkazsanglar bo'ladi. Ya'ni katta yo'lga chiqqaningizda ya'ni 2 kishini tavsiya qilaman. Bunga bemalol podstkanalari ham joylashgan. Bortimiz uzunligi keltirgan bo'lsa 3.10 ga 1.65 bortimiz uzunligi. Ko'rib turibsizlar. Mana xohlasanglar shotka bor-ku, shotka qilib 100 talik gaz balon tushadi.
ikki tomoniga. Ustalikdan ikkita qo'ydirib yuborsangiz 300 dan oshiq yuradi. Keyin buni aslamni faqat firmalar emas, faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyat emas, o'zimizning joylari qishloq sharoitlariga ham juda avval olishyapti. Kartoshka, piyoz bilasizlar, o'q arig'idigan joylar bo'ladi. Ko'pchilik bilsa kerak, o'q arig'idigan joylar bo'ladi. So'ng dalada ishlaydigan odamlar yaxshi biladi. O'shalar ham bemalol kartoshkalar ortib chiqishyapti bu mashinamizga. Mana zapaskalar tegida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Zapaskalar tegida. Mashina yangi 25 7-8 oyda ishlab chiqarilgan. Bu yerda sandiqchasi bor. Ikkita narsalar kulish-kulishlarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda akkumulyatori. Agar ustalik qo'ydirsanglar, akkumulyator surilib, akkumulyator o'rniga ikkita ustalik cho'tki qilib tushirib beradi. Ham garantiya ham beradi qo'ydirgan servisimiz. Hurmatli xaridorlarimiz, haqiqatan mashina zo'r. Bunga 3 tonna, 3,5 tonna yukni bemalol bosishyapti. Dokumentalni 2 tonna 80 yozilgan lekin 2 tonna 100 desanglar ham bo'ladi. Mana. Ko'rib turibsizlar. Bu yoqda ochki qo'yadigan joylar bor. Mashina paket, yangi, bemalol 3 yil, 4 yil mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'pchilik Rossiyadan turib olgan mijozlarim ham bor-da buni. Bu mashinamiz Rossiyadan turib xarid qilayotganlar bor. Mana bakoylarimiz, bakoylar ham haqiqatan keng, juda qulay qilib ishlangan. Undan tashqari o'sha aytganimdek chexol, poliklar qo'shib berilyapti. Hurmatli xaridorlarimiz, olib bemalol mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun Cobalt Gentra yoki bir Changan, misol uchun Kia Bongo bo'lishi mumkin. Shunaqa mashinalar olib tirikchilik qilaman deb yurganlarga men bemalol bu mashinamizni tavsiya qilaman. Chunki bunda pul topsanglar bo'ladi. Chunki meni mijozlarim bor, 1 yildan oshdi o'zi. 1 yildan oshdi, misol uchun Gentralarni sotib olganlar bor-da. Kreditga qilib olganlar bor. Hatto kreditini to'lib olganlar ham bor-da bu mashinamizni tirikchilik qilib. Qaranglar. Tiniq turibdi, shahar ishlariga ham, bozor uchariga kirishga ham juda qulay mashina. 3 ga 165. O'zimizda Samarqand ishlayapti. 3 yil 100 ming probeg garantiya berilyapti. Motor, korobka, zadniy mostiga. Narxlarni ham aytdim. Bartoyimiz 248 bilan 640 ming so'm. Furgonimiz 275 bilan 520 ming so'm. Yana bitta tavsiya qilaman. Tentovkamiz 255 bilan 360 ming so'm-ku. Buni Bartoydan olinglar-da, o'zingizlar yo tentovka yoki furgon qilsanglar ham bo'ladi. Chunki men o'zim qo'shnimga qilib berganimda tentovka olaman deb keluvdi. Raskil dushkali bo'lgani uchun men unga Bartoyni tavsiya qildim. Cho'tki qilib dispdan qildirib, o'ziga moslashtirib oldi. Ya'ni 7 millionga qildirdi adashmasam tentovkani. Haqiqatan mashina zo'r, hammalarga tavsiya qilaman. O'zimizda Samarqand ishlab chiqazilyapti. Zapchast servislardan muammo yo'q. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Hozirgi paytda aytgandek chexol, polik qo'shib berilyapti. Endi aytish mumkin ko'pchilik rassrochka qilib beryapti. Bu mashina o'zimiz Uzavstrellar tomonidan chiqyapti. Hali misol uchun 1 yildan oshgan bo'lsa, hali buni mashinani narxi tushgani ham yo'q. Mashinaning narxi ham tushgani yo'q, chunki zavod narxi. Bunga rassrochka ham yo'q. Agar nabod oshirib qolsa ham qilib berishimiz mumkin. Endi o'sha kunning vaziyatiga qarab. Ko'rib turibsizlar, polik chexol qo'shib beryapti. Xudo xolasa hammalarga yaxshi kunga nasib qilsa. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib esdan chiqazmanglar. Qo'limdan kelgancha orada bir to'xtab sizlarga bir yaxshi narsalarni olib chiqishga harakat qilyaptim. Yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasa, podpiska bosish ham esdan chiqmasin. Xo'p, hammalarga yaxshi kunga nasib qilsa, bu narsani juda ko'p aytganman, chunki yaxshining yarim mol deydi. Xudo xolasa olib mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Rossiyada turgan akalarimiz bormi? Turkiyada yurgan akalarimiz bormi? Bir jo'natib qo'yinglar. O'zimizda ham ko'rib turibsizlar, hamma qurilish. Hamma qurilish bo'lib ketgan. Bemalol qurilish ishligiga kirib ham bu mashinani tirikchilikni qilib, Yandexda yurib ham bemalol ishchi qilsanglar bo'ladi. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, o'yatganimdek podpiska bosish esdan chiqmasin, like, kommentariyani ham yozish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin.